Tanılğan Uyghur ədəbi tənqidçi və nəşriyyatçı Yalqın Rozining Xitoy Kommunist hakimiyeti tərəfindən tutqun qılınğanlığının 7 illiqida kishilik huquq təşkilatları və onun Amerikadakı farzandlari Xitoyni 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Yalqın Rozini qo'yib berishga chaqirdi. Yazğıcı və ədəbi tənqidçi Yalqın Rozi Şinjan Ma'rif nəşriyyatının məsul muharriri bo'lib, Xitoy hökuməti 2016 yili Yalqın Rozini qo'lga olish və sotlashda uni Uyghur o'rta boshlang'ich maktablarining adabiyot darsligiga bo'lginchilik mazmunidagi tekstlarni kirgizib, yosh o'smirlarni zaharlash bilan ayblagan va uningga 15 yillik qamoq jazosi bergan. Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini inkor qilish maqsadida zo'r mablag' va odam kuchi sarf qilib, xalqarodagi qisman axborot o'rinlarining ko'zini bo'yashga urinayotgan bo'lib, bu qatim yana 17 davlatdan kelgan axborot xodimlarini Sharq Turkistonni ziyorat qilishga tashkilladi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy rejimi 21 sentyabrdan 29 sentyabrgacha Xitoy Markaziy axborot ishxonasi bilan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik uchur ishxonasi birlikda 17 davlatdan kelgan axborot xodimlarini atalmış Yepak yo'li iqtisodiy mablag'ini o'rtaq qurishda mamlakatlik axborot rahbarlarini tarbiyalash kursi nomida Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan. BDT'ga a'zo 193 davlat kelar hafta ovoz berib, kishilik huquq kengashining bir qism a'zolarini qayta saylab chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qatim 15 davlat qayta saylanadigan bo'lib, Xitoyning a'zolik qarori to'shqan bo'lsa-mu, lekin u o'zini qayta nomzodlikka ko'rsatgan. O'shunda qalqiliq paytda kishilik huquq tashkilotlari BDT'ga a'zo davlatlarni Xitoydagi BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tomonidan Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan deb qaralayotgan bir davlatning kishilik huquq kengashiga qayta a'zolikka saylanishini to'sishga chaqirmoqda. Xitoy Amerikaning 42 shirkatini Rossiyaning harbiy va mudofaa ul aslalarini qo'llaydi deb eksportni kontrol qilish tizimligiga kirgizishga inkos qaytardi. Xitoy Savdo ministrligining bayonotida Amerikaning davlat bexatarligi hukumining chegarasini kengaytirish orqali eksportni kontrol qilish tadbirlarini yana bir qatam suiiste'mol qilib, boshqarish doirasini haddidan ziyoda ishlatish orqali Xitoy shirkatlariga bir taraflama jazo yurgizganligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika Savdo ministrligi tunugun e'lon qilgan bayonotida Rossiyaning harbiy va mudofaa ishlarini qo'llaydi degan asosda eksport kontrolliga qo'llaniladigan o'rin tizimligiga 42 Xitoy shirkatini o'z ichiga olgan 49 shirkatni yangidan kirgizganligini e'lon qildi. Amerika Kengash palatasidan kelgan 6 kishilik vakillar o'miki Demokratlar partiyasining ko'p sonliqlar rahbari Kengash palata a'zosi Chang Shumerning rahbarligida Xitoyni ziyorat qilmoqda. Vakillar o'mikining ziyorati Amerika-Xitoy munosabatidagi jiddiylik va dialog izlash kunsari kuchayotgan bir paytda berildi. Tunugun atiganda Israeliyaga raketamyot hujumi qo'zg'agan Hamas asir elingan israeliyaliklarning sonining Israeliya bosh ministri Benyamin Netanyahuning o'ylaganidan necha ko'p past ekanligini va ularning G'azza rayonining hamma yerda ekanligini e'lon qildi. Hamasga qarshi jang e'lon qilgan Israeliya armiyasi G'azza rayonining ba'zi joylaridagi falastinliklarni uylaridan ayrilishga chaqirdi va panohlanish o'rniga berishni talab qildi. Yana bir tarafdan Israeliya davlat istixborotiga mas'ul mutaxassislar bundoq to'yuqsiz hujumning uzun tayyorlik vaqtini talab qiladiganligini o'tirg'i qo'yib, chet el axborot ishlariga mas'ul Mossad va Israeliya armiyasining buni oldin mo'ljallayolmaganligini tanqid qildi.